Assalomu alaykum, assalomu alaykum. YouTube'dagi mana shu namani obunasilarim. Qaranglar. YouTube'ga yangilik. Bu nima yangilik? Galstuy bilan shlapa yangilik. Bitta like bosib qo'ying. Hozir qarang 2026-yil. Xudo xolisa bugun nechanchi iyul sanasida biz bugun? 22-iyul sanasida asfalt narxi. 1 kvadrati nech pul? Undan tashqari qanaqa bo'ladi, nimaga bosish kerak, hamma ma'lumotlarni xudo xolisa sizlarga berib o'tib ketaman. Videoga bitta like bosib qo'yinglar. Срочный like bosmasalar men sizlardan to'g'risi raza xafa bo'laman. Nimaga? Qalbim ora-orada sanchib qolyapti-da. Nimaga sanchyapti tushunsiz, sizlar like bosmayapsizlar. Qaylar asfaltimizni ko'ryapsiz. Mayinliga xudo xolisa bexizolat bo'ladi. Qarang, narxini sizlarga aytaman. Narxi aka nech pul qilib berasiz aka? 55 mingdan 85 ming. 55 mingdan 85 ming. Ishqil 55 ming aniqmi? Erta telefon qilishgandan keyin hali yolg'on ekan unaqa narsalar. Do'stlar, qaranglar 55 ming so'm olib keling. Ichkariga kirsa bo'laveradimi? Qaranglar do'stlar, hozir necha kvadratga bo'lyapti aka? 150 kvadratga. Qaranglar do'stlar, mana ko'rib turgan xonadonlarga 150 kvadratga asfalt bosish jarayonlari. Ko'ryapsizlar, mana akalarimizdan ishlar qilishyapti. Hormanglar akalar. Bu 55-60 gradusda oson emas. Bu oson emas. Bu bunchalik asfaltni bosib, bunchalik narx olish. Qaranglar do'stlar, 150 kvadratga mana asfalt bosyapti. Asfaltni ko'ryapsizlar. Buni ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa bexizolat. Narxlarini qaranglar, o'sha 55 mingdan 85 minggacha deyaptilar. Aka keyin ko'pchilik aytayapti, aka salarkada yorilib ketadi, buna deyapti. U narsalar rostmi, yolg'onmi aka? Salarkada yorilmaydi. Yaxshi. Nabar salarkani nimaga qo'yamiz xolos? Katokka. Ha. Chunki quymasangiz yopishib bo'ladi, to'g'rimi aka? Endi hali bir xil negativlar bor, hali o'zichalik. Ahli yetmaydi-yu. Aytadi-yu. O'shanaqalarga. Qaylar do'stlar, qaylar u gap, bu narsalar yo'q. Qaylar do'stlar, salarkaga baribir salarka sepadi asfaltga. Bunaqa emas bo'lmaydi. Narxini o'sha aytib o'tib ketdik. 55 ming so'mdan 85 ming so'mgacha. Hozir Farg'ona viloyati Toshloq tumani Konizar MFga kelganmiz. Asfalt narxlarini ko'ryapsizlar. Xudo xolisa bexizolat. Ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Xudo xolisa akamiz chiroyli qilib ishlarni qilib beradi. Vodiy bo'yicha emas, O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha bor xizmat ko'rsatib berish ichida bo'ladi. Do'stlar, 55 ming so'mdan 85 ming so'mgacha ekrandagi nomerlarga telefon qiling. Endi bo'ldi, u burchatka qil, kafel bostir, u narsalar yo'q. Aka, men bitishda videolar ko'rdim, aka kafel burchatkalar ustidan ham bosib olishyapti, asfalt. Chunki zerikdi odamlar, kafel burchatkadan zerikdi. Bizda anaqa bo'ladi. Tekis tizilgan bo'lsa, tekis asfalt bo'ladi. Anaqa vanna qilib, suvlar anaqa. Sen iloji yo'q, endi nima bo'lib ketadi-da? Tekis qilib beramiz aka. Ha, tekis. Ustalarga o'xshamda ko'chani chiqib 400 aka 3 ga tortsa 8 chiqadi. Ha, to'g'ri. Anaqa bo'lishi mumkin, podium bo'lishi mumkin, lekin o'ngga chapga anaqa vanna qilib beramiz. Xudo xolisa so'tga qilib berasiz. Do'stlar, mana hozir sizlarga aytib o'tib ketdi. 2026-yil 22-iyul sanasi Farg'ona viloyati Toshloq tumani Chonzorda turibmiz. Asfalt narxini o'sha aytib o'tib ketdi. 55 ming so'mdan 85 ming so'mgacha. Bunaqa narx bo'lmagan do'stlar. O'shani bitta like bosib qo'ying, kommentariyaga ukajon bosing gazini deb qo'ying. Aksiyami nima deydi? Aksiyami skidkami deydimi? Bang'illama degan shunaqa bo'ladi do'stlar. Bitta like bosing, mana shu videoda asfalt qildiraman degan do'stlarga ding tashab qo'ying. Oppoq asfalt uncha-munchasida yo'q. Bunaqa oppoq asfalt, asfalt qaylar. Asfaltda oppog'i mana, malako. Oh, men qalbimdan ham oppoq ekan akamiz aytish bo'yicha. Like bosing, srochni tashab qo'yinglar do'stlar, sog' bo'linglar.